Hammaga assalomu alaykum. Bugun biza avtomatlashtirish, konditerskiy va xleba булочный izделия tayyorlab chiqadigan ishlab chiqarishga e'tibor beramiz, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, nima narsalar avtomatlashtirish uchun kerak bo'ladi? Primer olamiz. Sizlarda заведение Safiya brendiga o'xshash, kofe sotasizlar, shirinlik, tort, shunaqa narsa, plus ularni ishlab ham chiqarasiz. Shu narsa uchun bizda programma Regos bor. Birinchi o'rinda bizaga zaявка tashlagan klientlarda muammo, ular bilishmaydi ostatkalarni qancha nima ketishini. Misol bitta tort tayyorlashiga. Xo'p, birinchi o'rinda bu sistemani avtomatlashtiramiz. Misol sizlar tort ishlab chiqaryapsizlar. Tortga qancha shakar, qancha un, qancha tuxum ketishini polностью sizlar aniq bilasizlar. Misol bitta tort tayyor bo'ldi. Avtomatim omboringizdan qancha shu tortga un, qancha shu tortga shakar ketdi, qancha shu tortga tuxum ketdi. Hamma narsa hisoblanadi. Ikkinchisi, bu tort prilavkaga qo'yilyapti. Prilavkaga tort qo'yilgandan keyin kassada ishchilar ishlaydi. Ishchilarni nazorat qilish kerak. Keyin yana ham ko'proq o'zingizga klient chaqirtirishingiz kerak. Nimaga katta sityovoy brendlar har doim savdosi zo'r, yiliga 10-15 ta yangi filial ochishadi? Nimaki, birinchi o'rinda hamma sistema avtomatlashtirilgan, ham ishlab chiqarish, ham ishchilar. Ikkinchi momentga kelamiz. Birinchisini ishlab chiqarishni avtomatlashtirdik, qisqa tushuntirib berdim. Ikkinchisi bu do'kon sistemasini avtomatlashtirish. Sizlar ichimlik, kofe sotasizlar. Kofega stakan, kofe, shakar ishlatasizlar. Uni ham производствосini avtomatlashtirsa bo'ladi, чтобы sizni ishchingiz sizni aldamasligi uchun. Misol, kofe sotdi, lekin kuniga kassada 10 ta kofeni puli bor, aslida 20 ta sotgan. Lekin stakan minus yoki stakan tam kimdirga lishni berib o'rgan, har xil holatda bor. Avtomatlashtiradigan bo'lsangiz, Regis programmasi bilan уже har bitta stakan, har bir gram kofe hisobda turadi. Uchinchi etap bu do'konda shu turayotgan narsalar. Misol tort, булочкаlar hammasini siz aniq bilasiz, kuniga qancha sotilyapti. Plus avtomatlashtirish nima yana yordam beradi sizga? Misol, sizlar arendaga pul to'laysizlar, svetga pul to'laysizlar, gazga pul to'laysizlar, ishlarning oyligini berasizlar. Bu narsa polностью shu ishlab chiqarishdan ishlab chiqarish prosesiga shu pullarni qo'shib olsangiz bo'ladi. Sizga дальнейшем итоги aniq foydangizni chiqarib beradi. Misol, qancha точный pul foyda topyapsiz. Bu bir. Ikkinchisi, klientlar uchun накопительный karta qilib qo'yishingiz mumkin, plus klientskiy baza. Misol, sizga klient kelyapti, telefonni ko'rsatadi, накопительный kartasini uradi skanerga, bo'ldi. Сразу avtomat tarzda sizni CRM sistemangizga tushdi. Plus misol klient tug'ilgan kuni bo'ladi. Hamma odamlar tug'ilgan kunga tort oladi, albatta. Siz tug'ilgan kunidan oldin bir 2-3 kun oldin siz unga tortga yoki skidka yoki aksiya berishingiz mumkin. SMS unga keladi, albatta sizni do'koningizga kelib shu tortni olib ketadi klient. Demakki, tug'ilgan kunga yoki mana yangi yil bayramlari, boshqa bayramlar shirinlik olishadi. Misol, siz uni qiziqtirsangiz, yoningizga borib olib ketadi. Bora olmasa dostavka qildiradi uyiga. Demakki, уже 1-2 marta sizdan tovar olgan u odam. Shunaqa. Texnikalardan nima narsa sizga kerak bo'ladi? Kassada notebookda ham ishlasangiz bo'ladi, yoki sensorli monoblok qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, bitta pistolet skaner prihod uchun, bitta chekovoy printer klientga chek chiqarib berish uchun. Chek ikki xil chiqadi. Tovarni chek, nima narsa olingan haqida, plus shirinlik, shunaqa narsa sotadigan do'konlar uchun juda katta возможность. Bizda integratsiya bor. Yandex uzun tezkor shu servislar bilan integratsiya bor. Prihoddagi bor narsalaringiz, agar sizning do'koningiz shaharda bo'ladigan bo'lsa, Yandex kuryerlar, misol kechki payt kimdir shirinligi yegisi kelib keldi, o'ziga zakaz qilmoqchi, Yandexga kiradi, siz do'koningizni ko'radi, boshida narxini pastroq qilib qo'yasiz, shu klient chaqirib olish uchun sizni shirinligingizni zakaz qiladi. Albatta kuryer kelib sizga pul tashab ketib zakazni olib borib beradi. Siz
ikkita tomondan ham pulga egasiz. Savdoyingiz oshyapti, ham dostavkaga ishlayapsiz, va undan tashqari do'kondan ham tovaringiz sotilib ketyapti. Shuning uchun bemalol kimga avtomatlashtirish xizmati kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Oxirgacha aytmadim, yoki notebook yoki monoblok sensorli kassalarga kerak bo'ladi. Bitta skaner, pistolet va stol ustida turadigan skanerlar, denejniy yashik, pul qutisi, u o'zingizni xohishingiz, misol pullaringiz har xil joyda turmasligi uchun olib qo'yishingiz mumkin. Aniq bilasiz, qayerda nima pulingiz turibdi. Xo'p, to'rtinchisi, eng oxirgisi bu tovarlaringizga etiketka va cennik chiqaradigan printer. Demakki, klient do'konga kirganda aniq biladi hamma narxlarni. Qanaqa narxda qanaqa tovar bo'layotganini. Shu bugun biz shu sistemani ko'rib chiqdik. Agar kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Kompaniya nomi Rofev Technology, Regos va EasyTrade programmalarini sizga sifatli qilib 12 ta viloyatga O'zbekistonga o'rnatib, tushuntirib, o'rgatib beramiz.